Shaharga noma'lum virus tarqaldi va u juda ham yomon virus bo'lib chiqdi. Ya'ni u juda ham yuqumli edi. Uni kimdir tishlasa yoki kimdirga uni so'laga nimadir tegsa, u tezda shunaqa virusga aylanadi va bu virusni ismini olimlar zombi deb qo'yishdi. Uyda o'tirib ham charchab ketdim. Hattoki mana bu stollar ham qattiqligidan o'tirib bo'lmayapti. Zo'rg'a bunaqa qilib o'tiribman borku. Va nima qilsam bo'ladi? Ko'chaga chiqayotgan desam, mana bular aytgan ko'chaga chiqmas o'tiringlar deb. Xo'p, nima qilsam bo'ladi? Telefonimni ko'raymi desam, menimcha hali ishlayotganini mayli, endi ko'raychi nima bo'lyapti ekan. Hozir ko'ramiz. Xo'p, mana uni bosamiz, mana buni bosamiz, YouTube'da topamiz. YouTube ishlamayapti, aytganimdek. To'xta, soобщение kelibdi, qanaqadir video jo'natibdi kimdir. Qani, mana buni va ana. Diqqat viruslarni ko'paytirganini hozir juda ham kerakli narsa aytmoqchiman sizlarga. Chunki hozir bizda juda ham yomon vaziyat bo'lyapti. Chunki bu yerga endi zombilar kelishni boshlayapti va u zombilar bizning ketimizdan qolmaydi. Hozir ham mana bu joylarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu noma'lum virusni biz zombi deb atamiz. Chunki ular xuddi kinolardagi zombiga o'xshab turadi. Sizlarga aytaman, uydan hech qachon tashqariga chiqmang va yaqinda elektr va telefonlar ishlashni to'xtatadi. Chunki tunnellarimiz, narsalarimiz, pannellarimizga ham bular yetib bizni asabimizni tishlayapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, ko'chaga chiqmang va sizlarni yaqinda o'zimizning katta anaqamiz askarlarimiz olib ketadi. Shuning uchun uylaringizda bemalol o'tiringlar. Ovqat qolmagan bo'lsa sekin berkinib chiqinglar. Chunki ular sizga juda ham yaqin sezadi. Hozir men ham tezroq bu yerdan ketishim kerak, tezroq qochishim kerak. Qochmasam bo'lmaydi shekilli, mana tezroq. Mana chap tomonda bitta zombini ko'rgandim. Nima? Qanaqasiga? Yana zombilar kelishar ekanmi? U mavjudotni zombi deb atashibdi ular. Endi men nima qilaman? Endi rostdan ham ko'chaga chiqmasligi mumkin. Ular menga aytishgandiki, ya'ni YouTube'da aytishgandiki, agar u kerak bo'lmasa, biz yaxshi narsa qilmasa, ular biz narsa demaydi deb aytishgandi. Yaxshiyam u narsaga do'nab qo'ydim. Hamma narsani sotib tashlab, bir stak pul yog'ani faqat stolga qo'ygandim mana. Ko'rishim kelib qo'yay. Yana nimadir yoqib ketmaganmikin, buni bilishim kerak edi. Hattoki tualetni ham bunaqa qilib tashlaganman. Mana mayli bo'lmasa hozir men YouTube'ga videolar olishni boshlashim kerak, chunki agar men o'tib qolsam, boshqalar buni bilish kerak va boshqalarga agar yana qaytadan bo'lsa, shu narsani ko'rish mumkin va mana buni bosamiz. Xo'p, boshlandi. Barchaga salom. Men sizlar bilan Master va hozir bu juda ham shokli narsa. Bilaman, hozir sizlar menimcha bir oy, 2 oydan ham ko'p kun bu video chiqmasligi mumkin. Chunki hozir 2020-yil 10-dekabr kuni men Master, familiyam Yemir va hozir men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Bir virus bu qanaqada boshladi, ya'ni shaharga viruslar yo'qishni boshladi, qanaqadir virus. Va u virusni olimlar tekshirib ko'rib, uni ismini zombi deb atashdi. Xuddi kinolardagidek, faqat kinolarda boshqacharoq bo'ladi. Lekin bu virus umuman boshqacha ekan. Ya'ni bu virusga tekkan odam, ya'ni oldiga borganda tashlamas ekan va jiddiy turganidan keyin tashlanar ekan. Nimaga bunaqaligini bilamiz. Balki ular shunchaki o'zini ko'rsatmasligi uchun, balki boshqa narsadir, lekin jiddiy oldida yurar ekan va o'zini kema yoki o'ziniki basini hidini sezar ekan. Daraja shunaqa ekan. Va men hozir bu narsani Nevganer, ya'ni Kod Gamer YouTube'dan ko'rdim. Va hozir men yana aytganimdek 12-dekabr 22-yil hozir men ko'chaga chiqib ko'rmoqchiman. Bu narsani sizlar bilan aniq qilishim mumkin, ya'ni sizlar bilan birga qilishim mumkin. Mayli, shu 2-3 yildan keyin chiqishi mumkin shu video, lekin men hech qachon to'xtamayman. Yana video olishni boshlayman. O'lgunimgacha video olaman. Chunki sizlarga yordam berishim kerak. Hozir esa men sekingina ko'chaga chiqib ketishim kerak, chunki bilib bo'lmaydi. Kimlar bor, lekin meni domimda hamma o'lib bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki
chunki hammani daji evakuatsiya qilishgan, lekin men o'sha paytda bilmagandim bu narsa bo'lgani va lekin bir narsani aytishim mumkin, u narsalar hayvonlarga umuman tegmaydi. Aytyapman-ku, daji odamlarga ham daji tegmaydi, lekin u menimcha yarim minut yoki undan 1 minutgacha. Chunki men kecha, ya'ni bugun videoni ko'rib qoldim, telefonda chiqqan ekan. Menimcha sizlarga ham borgan. Endi bilmayman nechinchi sizlar, lekin menga borganda. Men tezroq yugurishim kerak, bu yerda hech kimlar yo'qmi? Ha, aytgancha, ular ko'pincha qorong'uda aktiv bo'lishar ekan, chunki qorong'uda, ya'ni yorug'da ular umuman ana o'ldirish olmas ekan. Xuddi ko'rshapalak yashab yurishar ekan ular. Lekin u tonni qorong'uda bo'lar ekan. Va hozir men chiqdim va endi mana bu qo'ylarni sekingina olib olishim kerak. Mana shunday. Va nihoyat ikkita go'sht tayyor. Qolganlarni ham olib pishirib nima qilish mumkin endi? Kerak hali kerak. Bo'ldi oldi tezroq qochish kerak. Zombilar ko'rib qolsa, o'zi o'lamanda shetda. Vau, juda ham yomon bo'lardi. Obunachilar, men sizlarga yordam berish uchun mana ko'chaga chiqdim. O'zi obuna bo'lasizlarmi yo'q bilmayman, lekin men sizlar uchun ko'chaga chiqib joyni yopib qo'ydim. Qo'ydi postimdan bo'lsa ham joyni yopib qo'ysam, hech bo'lmasa mana bu yerga qo'yarkan. Nima qo'ymayapti? Minecraft baglardan biri, ya'ni obunachilar, hozir men endi chatdan bo'laman, chunki juda ham charchadim va zombilar ham beri kelishmasa kerak deb qilayman. Men sizlarga bitta gap aytmoqchi edim. Hozir uxlayotganda bitta derazaga olib, balkim ko'chaga chiqib bu yerdan qocharman. Chunki hozir anaqa qilgan vajicha olmaman bormani qochishim uchun. Tezroq qochishim kerak, battan bu tomonga qochim. Zombilar, mana shu narsalar zombi bo'lsa kerak, tezroq qochish kerak. Mana zombilar. Iltimos, menga yordam bering, iltimos. Nima qilasizga? Iltimos, menga o'qating, bo'lsa o'qat ber, xomusa ham mayli. Yo'q, unaqa demayman. Bırak.